Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi 31-darsimiz Present Continuous Tense hozirgi davomiy zamonda inkor shaklini o'rganamiz. Bugungi darsimiz negativ shaklini o'rganish haqida bo'ladi. Xo'p, strukturasi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, mana shunaqa shaklda bo'ladi. Birinchi gapni egasi keladi. Ya'ni birlik ko'pligiga qarab to be fe'l tanlab olamiz. To be fe'l deganda am, is yoki are ko'makchi fe'llar. Undan keyin not qo'shimchasi, not. Undan keyin verb, fe'l. Misol uchun cook, paint, brush. Undan keyin anchi qo'shimchasi. Xo'p, biz gaplarda misol ko'ramiz. Mana bu misolda Betty is not painting the wall. Ya'ni Betty bo'yamayapti devorni. Ya'ni bu yerda ing qo'shganimizda not bilan mayapti degan ma'noni bildiradi. Ya'ni davom etmayotgan ish harakatni bildirib beradi bizga. Mayapti. Birlik holatida bu. Birlik holatda mana is to be fe'lni ishlatamiz egadan keyin. Undan keyin not. Not. Va fe'lni asos qismiga ing qo'shilishi kerak. Ya'ni yapti degan ma'nosi. Not bilan mayapti. Boshqa misollarni ko'ramiz. Endi ikki kishi. Betty and Tony. Betty and Tony. Endi bu yerga biz ikki kishi bo'lgani uchun ko'plikdagini qo'yamiz. Are not. Biron bir fe'l. Misol uchun cook fe'lini olamiz. Pishirmoq, bunga ing qo'shamiz. Mayapti deyish uchun. Cooking va pizza. Xo'p, tarjimasi Betty va Tony pishirmayaptilar pizzani. Mana shunaqa tarjimada olsak bo'ladi. Betty va Tony pishirmayaptilar pizzani. Xo'p, bu yerda Betty and Tony bo'lganligi uchun, ikki kishi bo'lganligi uchun egamiz are ko'makchi fe'ldan foydalanamiz. Undan keyin not so'zi va fe'lning asosiy qismiga ing qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Xo'p, am qo'llaniladigan holati. Am faqat I uchun qo'llaniladi. I'm not. Misol uchun building a house. Ya'ni men qurmayapman uyni. I'm not building a house. Men qurmayapman uyni. Okay. Ya'ni bu yerga e'tibor berishimiz mumkin. Aydan keyin am ko'makchi fe'lni biz ishlatishimiz kerak. Undan keyin not. Ya'ni emaslik, nimadir ishni qilmaslikni bildiradi. Xo'p, bu yerda qisqartmalar ham bor. Misol uchun I, we, you, they'lar bilan kelgan holatlarda are notni are not deb ishlatishimiz mumkin yoki aren't deb ishlatishimiz mumkin. Ikkita shakli bor. Aren't. Are not yoki aren't. Yoki he, she, it bilan kelgan holatlarda is not deb to'liq yozishimiz mumkin yoki isn't deb qisqartma shaklida yozib berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, I uchun bu yerda I'ga ham arni ishlatma, I alohida ishlatiladi. I uchun am not faqat. Yoki mana bunaqa shaklda. I am not holatida biz ishlatib bersak bo'ladi.
Shu ikkita holati bor. Mana bu to'liq shakli, bu qisqartma shakli hisoblanadi. Gaplar tuzganimizda. Faqatgina mana bu olmoshlardan foydalanmasdan, shu olmoshlarning o'rniga teng keladigan ikkita ism bo'lishi mumkin yoki mana bu holatlarda faqat bitta birliklar, o'sha holatlarga qarab gaplar tuzsak bo'ladi. Misol uchun, ayniqsa qo'shish holatlarida n, m, p holatlarida ikkilanadi. Plus n, m, p deb qo'yaman. Misol uchun misollar. Misol uchun run so'zida bu yugurmoq degan ma'noni bildiradi. Endi buni biz yugurish deb yozsak, ikkita n bo'ladi, running. Mana bu holatda. n ikkilanyapti. Yoki mana buni oladigan bo'lsak, misol uchun swimni oladigan bo'lsak, suzmoq. Suzish deb aytadigan bo'lsak, swimming, ya'ni m ikkilanadi. Bu holatda ham. Misol uchun stopni oladigan bo'lsak, to'xtatmoq degan ma'noni bildiradi. To'xtatmoq, to'xtatish demoqchi bo'lsak, pm ikkilanadi. E'tibor beramiz, stopping. M and p anji qo'shilganda ikkilanadi. Keyin gap tuzishda anji, ya'ni ing qo'shimchasi, mana bu qo'shimchani qo'shgandagi yana bir holat. Misol uchun make so'zi tayyorlamoq. Agar biz anji qo'shadigan bo'lsak, making bo'ladi. Ya'ni e tushib qoladi o'rtada. E'ni biz tushirib qoldiramiz. Tushib qoladi. Ya'ni makingga o'zgarib ketadi. Mana bunaqa bo'lib ketadi. Xo'p, boshqa holatlarda ham e bilan tugaydigan holatlarda shunaqa o'zi. Misol uchun olmoq so'zini olishimiz mumkin. Take, taking, tushib qoladi. Anji ing qo'shimchasi, ya'ni yatta qo'shimchasi qo'shganimizda harfi tushib qoladi bizda. Va takingga o'zgarib ketadi. Taking. Shunaqa holatlari bor. Xo'p, inkor gap tuzish formulasini o'rganib chiqasiz. Yaxshilab mana bu formulani, hozir davomiy zamon inkor gap formulasini o'rganib gaplar tuzib ko'rasiz. Mana bu joydan keyingisi object place time davom etaveradi. Ya'ni to'ldiruvchi, joy va vaqt. Shular bilan davom etaveradi. Mavzuni ko'rib chiqasiz, konspekt qilasiz va gaplar tuzishga 20 ta. Va darak shakli bilan inkor shakliga 20 ta jami, 10 tadan. E'tiboringiz uchun rahmat.